Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan akalar. Mana Jalaqudug'li telefonchi akalarimizga 10 komplet lesa beryapmiz. Oldilari ham boshqa obyektlarga olgan edi, katta kichik qilib. Mana yana chiroyli qilib yuklab chiqaryapmiz. Ustaga mana bizda lesalar narxi boshqa yerdagi lesalar narxiga qaraganda 30 ming so'm, 40 ming so'mdan farq qilyapti bir komplet narxi. Masalan, bizdan olishinglar sabab nima? Shu 30 ming so'm, 40 ming so'm qimmat olishinglar sabab. Chunki bu lesani eni 1.7 3 boy 4 boy tikib ishlaganda ham qimirlamaydi. Sifati yaxshi, shuni hisobiga shu yerdan olyapmiz. Biz lesalarda eni 1.7 lik hisobiga 3 boy 4 boy tiklab bemalol mikrofon qilyapsizlar, o'y qimirlab o'ynagan yo'q, shatamlar. Juda yaxshi. O'shini hisobiga olyapsizlar shundan. Shuning uchun. Akalar, telefonchi tanishinglar bo'lsa, shu video tarqatib qo'yasizlar. Bizni lesalar ko'proq telefonchi akalarimiz olib foydalanyapti. Abdullar mana taxtalari o'ta zo'r, qalin, 10 sm eni, qalinligi 2 qalinlikdagi taxtalar. Telefonchi usta akalarimiz 3 boy tiklab, 4 boy tiklab ishlatayotganda ham haligi lesa qaltirab, bir ularga muammo tug'dirgani yo'q, qiyinchilik. O'shining hisobiga bizdan ko'p telefonchi akalarimiz shunaqa lesalar sotib olyapti. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani. Ekranga nomerini qo'yib qo'yaman, shu nomerga aloqa chiqarasizlar. O'sha nomerda Telegram, WhatsApp bor.